Farzandimizni qaysi yosh davrida ko'proq e'tibor berishimiz kerak degan savolga har bitta davr ham muhim davr hisoblanadi deb javob bergan bo'lardim. Nega? Chunki har bir bolani o'sha yosh davrlarida o'ziga yarasha ehtiyojlari bo'ladi. Har bir davrda ham ona bolaga eng muhimi berish kerak bo'lgan narsa bu e'tibor, u bilan birga vaqt o'tkazish, uni tinglash, u bilan suhbatlashish, u uchun alohida vaqt ajratish. Hali qozon qovurib turib, "Ha, bolam gapir, men seni eshityapman" deyishdan bola qoniqmaydi. 3 yashar bola kelib, "Ona, men siz bilan o'ynamoqchiman, qarang, men bu o'yinchog'imni oyijon qarang" deb chaqirsa, "Ha, sen o'ynab tur, men hozir men ishimni qilib olay" deb qo'lingiz ishda bo'lib turib bola bilan gaplashishingiz, u uchun vaqt ajratib u bilan o'ynaganingiz hisoblanmaydi bolani nazdida. Shuning uchun farzandingiz tarbiyasida eng muhimi siz u bilan bo'lishingiz, unga vaqt ajratishingiz. O'sha oila, o'zingiz ishlaringiz, kelinlik vazifalaringiz, davlat ishingiz hammasidan xoli bo'lgan holda, "Ke bolam, o'ynaymiz. Ke dars qilamiz. Qani bugun bog'chada nima yasading" deb u bilan o'tirib suhbatlashish, uni eshitish, uning o'yinchoqlarini u bilan birga o'ynash. Mana bu bolaga ajratilgan e'tibor, vaqt hisoblanadi va bolaning eng muhim ehtiyoji mana shudir. Farzandimizni qaysi yosh davrida ko'proq e'tibor berishimiz kerak degan savolga har bitta davr ham muhim davr hisoblanadi deb javob bergan bo'lardim. Nega? Chunki har bir bolani o'sha yosh davrlarida o'ziga yarasha ehtiyojlari bo'ladi. Har bir davrda ham ona bolaga eng muhimi berish kerak bo'lgan narsa bu e'tibor, u bilan birga vaqt o'tkazish, uni tinglash, u bilan suhbatlashish, u uchun alohida vaqt ajratish. Hali qozon qovurib turib, "Ha, bolam gapir, men seni eshityapman" deyishdan bola qoniqmaydi. 3 yashar bola kelib, "Ona, men siz bilan o'ynamoqchiman, qarang, men bu o'yinchog'imni oyijon qarang" deb chaqirsa, "Ha, sen o'ynab tur, men hozir men ishimni qilib olay" deb qo'lingiz ishda bo'lib turib bola bilan gaplashishingiz, u uchun vaqt ajratib u bilan o'ynaganingiz hisoblanmaydi bolani nazdida. Shuning uchun farzandingiz tarbiyasida eng muhimi siz u bilan bo'lishingiz, unga vaqt ajratishingiz. O'sha oila, o'zingiz ishlaringiz, kelinlik vazifalaringiz, davlat ishingiz hammasidan xoli bo'lgan holda, "Ke bolam, o'ynaymiz. Ke dars qilamiz. Qani bugun bog'chada nima yasading" deb u bilan o'tirib suhbatlashish, uni eshitish, uning o'yinchoqlarini u bilan birga o'ynash. Mana bu bolaga ajratilgan e'tibor, vaqt hisoblanadi va